Birlikda daromadim nega kam? Hozirgi kunda bu ko'pchilikni qiziqtirayotgan savollardan shu savollar javobini topishni istasangiz videoni oxirigacha ko'rasiz degan umiddaman. Assalomu alaykum. Mening ismim Isroilova Ozoda. YouTube kanalimga xush kelibsiz. Daromad qanday keladi? Alfa-Birlik kompaniyasida ishlovchi liderlarimiz shuni yaxshi bilishadi. Daromad 3 xil yo'nalishda keladi. Birinchisi, shaxsiy iste'mol orqali biz daromad topish imkoniyatiga egamiz. Ya'ni Alfa-Birlik kompaniyasidan tovarlarni ichki narxida xarid qilish orqali biz ro'zg'orimiz uchun katta foyda keltiramiz inshaalloh. Xo'p, keyingi yo'nalishi bo'lsa sotuv orqali, ya'ni biz tovarni kompaniyaga a'zo bo'lishimiz bilan 20% chegirmada xarid qilishni boshlaymiz va o'z o'rnida shundan daromad olib keladi bizga kompaniya. Jamoa orqali biz nimaga pul olamiz? Qizlar, shu joyda adashtirmaylik iltimos. Jamoa tuzish orqali ularni badallik, a'zolik pulidan biz daromad qilmaymiz. Ikkinchisi, birlikda daromad a'zo bo'lmoqchi bo'lgan insonlar hech qachon badal puli evaziga a'zo bo'lmaydi. Ya'ni a'zo bo'lish mutlaqo bepul. Bizda faqat jamoamiz kengayib, ya'ni erkin sotuv agentlarimiz kengaygani sari bizning daromadimiz ortib boradi. Ya'ni bizning guruhimizda sotuv hajmi oshib boradi. Shuni hisobiga bizda daromad ortadi. Birlik kompaniyasidagi daromad sizlarga aytish mumkin 100% sotuv orqali daromad keladi. Endi qaranglar qizlar, sotuvni qanaqa oshirish mumkin? Keling, mana raqamni ko'rib chiqamiz. A'zo bo'lishingiz bilan bizga 20% chegirma berildi. Xo'p, agar biz 400 ming so'mga mahsulot xarid qilib olsak, 500 ming evaziga katalog narxida sotishimiz mumkin klientlarimizga, mijozlarimizga. Agar biz daromadni oshirmoqchi bo'lsak, sotuvni ham ko'paytirishimiz zarur. Sotuvni ko'paytirmasak, biz daromadimizni hech qachon ko'tara olmaymiz. Shuning uchun birinchi o'rinda sotuv hajmini oshirib borishimiz kerak. To'g'ri, bir xil qizlar aytadi, 400 ming tovar olish ham menga qiyin deb. Lekin sotuvda risk muhim. Risk qilmagunizcha daromadni ko'paytira olasiz degan va'dani sizlarga bera olmayman. Afsus, men sizlarga katta va'da bera olmayman. Bu yerda jamoangni kengaytir, 10 ta odam olibdi, senga nima deydi, 50 million oylik qilib beraman deydigan kompaniya emas Birlik. Birlikda faqat sotuv. Shuning uchun sotuv san'atini yaxshi o'rganamiz qizlar. Jamoamizni ham sotuvchilik qobiliyatini rivojlantiramiz va biz shuni evaziga inshaalloh daromad ko'ramiz. Xo'p, keyingisi jamoa qurish orqali. Xo'p, Birlik kompaniyasi MLM tarmoqli marketing bo'lib, erkin sotuv agentlarini ko'paytirish orqali sotuv oshiriladi va doimiy ravishda xodimlar rag'batlantirib boriladi. Ya'ni bizda kompaniya erkin agentlarni ko'paytirishga qaratgan fokusini, u yangi podpischik olib kelishingizga qaratmagan fokusda. Faqat mahsulotlari shunaqangi insonlar uchun asobiy taklif qilinadigan mahsulotlar bo'lgani uchun, ya'ni masalan qaranglar-da, hammani soch strukturasi har xil yoki yuz turi har xil-da. Birlik kompaniyasida yuz kremlarini masalan sotish uchun biz oldin sizlarni o'qitamiz. Doimiy o'qitib boramiz, sizlarni o'qitib, yuz kremlari haqida, uxodlar haqida sizlarga doimiy ma'lumotlar berib boramiz-da. Va shu orqali sizlar uni to'g'ri mijozlarga taqdim eta olganinglar uchun sizlar sotuvdan daromad qilasizlar. Biz sizlarni o'qitganimiz uchun, jamoani to'g'ri qura olganimiz uchun daromadga chiqamiz inshaalloh. Shuning uchun qizlarjonlar, Birlik kompaniyasiga kelayotgan qizlaringlarga ham darslarda faol bo'lishlarini so'rab qolamiz, chunki faqat sotishi o'zi yetmaydi. Bir xillarda sotuv qobiliyati yuqori bo'ladi. Lekin to'g'ri taqdim qila olishmaydi mijozga tovarlarni. Agarda mahsulotlarni mijozga to'g'ri taqdim qila olmasak, Birlik kompaniyasiga bo'lgan ularning ishonchini o'z-o'zidan so'ndirib qo'yamiz. Xo'p, o'z-o'zidan bizani jamoada sotuv o'sgani sari kompaniya bizga katta chegirmalar berib boradi va yangi imkoniyatlar eshigini ochib boradi. Shuning uchun qizlar, jamoamizdagi qizlarni doimiy o'qitamiz, ularni rag'batlantirish kompaniyaga qo'yib beramiz va ularni sotuvi oshish uchun biz yordam berib turamiz inshaalloh. Xo'p, nega Birlik kompaniyasida ishlashim kerakman degan savolinglar uchun 3 ta javob beraman. Kompaniya afzalliklaridan biri har doim katalogidagi mahsulotlar
mahsulotlar yengillanib boriladi, ya'ni insonlar uchun manfaatli, haqiqiy oila uchun kerak bo'lgan va hamyonbop narxlar, iste'molchilar qamrovini kengligi bor. Ya'ni bu yerda qaranglar, iste'molchilar qamrovi kengligi yosh bola uchun ham nima deydi, parfumeriyalarimiz bor, ayollar uchun, erkaklar uchun, yoshi katta insonlar uchun hamma narsa yetarli va sog'liq uchun, go'zallik uchun, salomatlik uchun hamma turdagi mahsulotlarning assortimenti juda ham katta. Shuning uchun Faberlic kompaniyasida ishlash har tomonlama sizlarga afzallik beradi. Har bir uy uchun kerakli mahsulotlarni bu kompaniyadan topa olasizlar. Xo'p, ikkinchi afzalligi bo'lsa doimiy o'qitish tizimi yo'lga qo'yilganligi hamda bilimlar uzluksiz ravishda bepulga taqdim etib boriladi. Yangi ya'ni meni jamoamga kelib qo'shiladigan bo'lsangiz, yangi maslahatchilar uchun alohida o'qitish sistemasi yo'lga qo'yilgan. Ya'ni jamoadagi a'zo bo'lgan qizlar alohida o'qitiladi, yangi a'zo bo'lgan qizlar, toki ular o'zi lider bo'lguncha nastavnik tomonidan nazoratga olinadi. Darsliklar bilan ta'minlab boriladi. Liderlarimiz uchun o'sha marketing plan darslari, yangi a'zo bo'lgan qizlarimiz uchun asosan sotuv darslari o'rgatib boriladi. Chunki bizda yana qayta takror etaman, asosiy daromadimiz sotuv orqali qizlar. Uchinchi afzalligi bo'lsa, ko'pgina mamlakatda taniqli brend, Faberlic kompaniyasi o'sha 40 dan ortiq mamlakatda taniqli brend hisoblanadi. Hamda O'zbekiston bozorida o'sha 20 yillik qonuniy faoliyati bor. Ya'ni 20 yil ichida o'sha Faberlic kompaniyasi har bir xonadonga kirib bordi. Har bir xonadondan o'sha Faberlic desangiz, voy anavasini ishlatganman degan javobni olasiz. Ya'ni O'zbekiston bozorida bu o'sha taniqli brend. Bu degani sotishga qiynalmaysiz. Narxlari juda ham hamyonbop. Mahsulotlar doim yengillanib boradi va har bir oilaning har bir jabhasiga kerakli mahsulotlarni topsangiz bo'ladi kompaniyamizdan. Xo'p, daromadimni yana qanaqa oshirish mumkin desak, qizlar, agar biz katalogimizda narxidan 20% chegirmada oladigan bo'lsak, 21 kun ichida 3,5 millionlik tovar xarid qilsak, uni 4 million so'm evaziga bemalol sotib olamiz va 8 ming so'm sof foyda qilamiz. Agarda biz mana shu 800 mingni 1 million 600 qilmoqchi bo'lsak, biz o'z navbatida buni tovarlar oborotimiz 2 barobar oshirishimiz kerak. Bu raqamlardan qo'rqib ketmanglar, cho'chib ketmanglar. 3 million 200 lik tovarni bittada sotib olishim kerak ekan degan vahmaga tushmanglar. 3 million 200 lik tovarni 21 kun ichida sotib olasizlar qizlar. Kompaniyada 1 yilda bir martagina 150 ming so'm xayriylar uchun ham kompaniya sizlarga imkoniyatlar yaratib beradi va 20% lik chegirmani beradi. Agarda buni 20% lik chegirmani sizlar 26% ga chiqazmoqchi bo'lsanglar, marhamat 50 balli tovar yopinglar, 50 balli zakaz amalga oshiringlar, kompaniya sizga 20 emas, 26% skidkada beradi. Ya'ni siz kompaniyaning o'zi ishongan maslahatchisiga aylanasiz. Plyusiga, agarda siz sotuvingizni oshirib borsangiz, kompaniya aytadi, "Ha, bu komandamdagi maslahatchi zo'r ishlayapti. Buni sotuvlarini oshirgani uchun bunga yana plyus bitta 70% skidka beraman" deydi-da, kompaniyamiz 70% skidka beradi va 70% skidkada sizlar bitta eng katalogimizdagi qimmat tovarni 70% ichki narxida olish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Xo'p, Faberlic biznesda doimiy erkin hamkorlarni taklif qilishimiz kerak. Kompaniya tomonidan doimiy va o'sib boruvchi hajmiy chegirmalar beriladi. Ya'ni biz sotuv komanda yangi hamkorlar taklif qildik, ularga sotuvni o'rgatdik, ular sotishni boshlashdi, zakazlar yopishyapti, sotishyapti, tovarlarni sotishyapti-da. Ular har komandasini o'stirgani sari ularga biz bergan bilimlarimiz evaziga bizga kompaniyamiz hajmiy chegirmalar beradi. Ya'ni sotib olayotgan tovarlarimizdan 300 ming so'm, 400 ming so'm, 500 ming so'm yana qo'shimcha chegirma qilib boradi. Shuning uchun yangi konsultantlarni o'stirishda doimiy e'tiborli bo'lasizlar degan umiddaman. Agar biz kompaniyada faqat bitta inson taklif qilib, boshqa erkin hamkor taklif qilmasak, kompaniya bizni jamoamiz bilan ish olib bormayotganimiz uchun hajmiy chegirmalarimiz miqdorini tushib ketadi.
Ya'ni qaranglar qizlar, batafsil YouTube kanalimda yana marketing plan darslarini joylayman. Shu yerda daromadingiz nega tushib ketayotgani haqida marketing plan darsida to'liq tushuntirib beraman qizlar. Hozir qisqacha aytaman. Agarda sizlar Faberlikda faqat boshqa tarmoqli marketingga o'xshab o'ng qo'l chap qo'lni o'zini o'stirib ketsangiz, sizlarning oyliginglar hech qachon oshmaydi. Oyliginglar oshmaydi. Sizlar kompaniyaga har doim yangi novichoklarni taklif qilib, ularni o'qitib borganinglar uchungina daromad olasizlar qizlar. Shuning uchun yangi konsultantlarni taklif qilishga e'tiborli bo'lamiz. Biz yangi marralarga erishganimizda kompaniya bizga klassifikatsiya bonuslarini taqdim etadi. Ya'ni eng minimal bonus bu direktorlikni ochganinglarda beriladi. 13 million so'm bonus puli beriladi. Bu bonus pulini olish uchun biza bor yo'g'i shaxsiy guruh aylanmamizni 3000 ballga yetkazganimizda kompaniya bizga 13 million bonus beradi. Nimagaki bizani jamoada sotuv zo'r yo'lga qo'yilgani uchun. Bizani kompaniyada 50 ta a'zo bo'lgani uchun sizga daromadingizni oshirib bermaydi. Siz 100 ta a'zo qilsangiz ham kompaniya nimaga sizga oyligingizni oshirib beradi? Faqatgina 3000 ball qilganingizda oyligingizni oshiradi hamda sizga bonus pullarini taqdim etadi inshaalloh. Xo'p, e'tiboringiz uchun rahmat. Kelasi videolarda ham men bilan birga bo'lasizlar degan umiddaman. Like, komment kutib qolaman sizlardan. Go'zallarim, barchalarni yaxshi ko'raman. Allohga omonat sizlar.